Xonanda Dilfuza Ismoilova haqida shoshilinch xabar e'lon qilindi. O'zbekistonlik taniqli san'atkor Dilfuza Ismoilova o'zi qatnashadigan gapda tanishgan ayolining gaplariga ishonib $80 ming ga chuv tushdi. Bu haqida Hudud informatsion dasturida xabar qilindi. Bildirilishicha, firibgarlik bilan bog'liq mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudida ko'rilmoqda. Sudlanuvchi tomonidan san'atkordan tashqari yana bir necha fuqaro jabrlangan. Dilfuza Ismoilovaning advokati Zebo Komilovaning aytishicha, mazkur ayol xonanda ishtirok etadigan gapga qo'shilib oladi va uning ishonchiga kiradi. Gapda Ismoilova ayollarga o'zining tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi ekanligini aytadi. Sudlanuvchi esa o'zini sitrus mevalar oldi-sotdisi bilan shug'ullanishini, chetdan kelayotgan sitrus mevalarning har bitta furasidan $25-30 ming foyda olayotganligini aytib, xonandaning ishonchiga kiradi. Shundan so'ng Dilfuza Ismoilova ham mazkur biznesga pul tikkan va ayolning tuzog'iga tushib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi bundan oldin ham Jinoyat kodeksining aynan 168-moddasi, ya'ni firibgarlik jinoyati bilan bir necha marotaba sudlangan. Mazkur ish bilan bog'liq sud jarayoni 3 aprelgacha davom etadi.